Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga duxovkada non pishirish retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Yumshoqqina bo'lib chiqadi albatta. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 200 ml issiq sut, 100 ml oddiy suv, 4 osh qoshiq o'simlik yog'i, 1 choy qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Bir dona tuxumni oqini solamiz. Sarig'ini olib qo'yamiz. Ketidan unni solamiz. 2-3 stakan un ketadi. Unimizni elakdan o'tkazib olib, xamirimizni yaxshilab qarib olamiz. Ipitib qo'yilgan 1 osh qoshiq drojimizni ham solib yuboramiz va yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Endi xamirimizni 1 soat yoki yarim soatga ko'ptirib qo'yamiz. Mana xamirimiz ham ko'tarilib oldi. Endi xamirimizni olib ikki zuvolaga bo'lamizda zuvola qilib olamiz. Xamirimizni mana shu shaklda qilib, o'tkir pichoq bilan mana shunaqangi shakl berib oldim. O'rtasini yaxshilab yoyib, nonpor bilan yaxshilab shakl berib oldik. Endi buni olib qo'yib, ikkinchisini ham mana xuddi shunaqangi qilib kesib olamiz. Albatta shakl berish o'zingizga bog'liq. Qanday shakl berishingiz, men shunaqa shakldan foydalandim. Ikkinchisini ham patnuschamizga olib olib, endi yaxshilab tuxum sarig'ini olib qo'ygan tuxum sarig'ini yaxshilab ustiga surib olamiz. Tuxum sarig'ini surib bo'lgach, ketidan kunjut sepib olamiz va duxovkamizga 30-35 minutda pishirib olamiz. Mana pishib tayyor bo'ldi. Ichlari ham yumshoq bo'lib chiqadi, xuddi bozordagi nonlarga o'xshab. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar, juda ham mazali va yumshoq bo'lib chiqadi. Kanalim yoqqan bo'lsa bir dona like tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' omon bo'ling deb qolaman.